Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Vomer. Bugun biz videoni boshida ko'rganingizdek survival qilamiz. Ya'ni 1000 kun survival. 1000 kun ichida bizni boshimizda nimalar o'tadi bilmaymiz. Kartani hozir yaratdim. Biz boshladik. Let's go. Biz birinchi bo'lib daraxtchop bilan chopib olamiz. Kanalga obuna bo'lishingizni chiqaramiz va mening maqsadim maktab boshlanguncha, ya'ni 2 sentyabrga 10 dona obunachi yig'ish. Hozir ozgina daraxt yig'ib olguncha videoni to'xtatib turaman. Men qaytaman yana. Mana 17 ton to'xtatib ko'rdim. Qishloq topdim obunachi. Bu daraxtlarni versiyaga solib kirkatosh. Mana shartmas bo'lamiz. Obunachilar shu kanalga obuna bo'lamiz. Men YouTube'da yangiman. Mabodo agar sizlarda birorta FPS yoki shunaqa modlar bo'lsa, iltimos meni Telegramga yozib tashlab qo'yinglar. Kommentga mabodo agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, kommentga o'zingiz nomeringizni qoldiring va men Telegramda yozaman. Shundan keyin mabodo FPS modi bo'lsa, menga tashlab beringlar iltimos. Shu video boshlaguncha nima bo'lyapti? Nima bitta. Nastroykaga kir. Spam etamiz. Bu qishloq tozalab bo'lgandan keyin videoni yoqaman, keyin sekin uy qurishni boshlaymiz. Ertaga shuncha narsa chiqdi. Unda qani bo'lmasam somonlarni nonga aylantirib olaman. Somon bloklarni somonga, undan keyin nonga aylantirib olsam, shu bilan ovqat muammosi hal bo'ladi bizda. 27 ton non bo'lar ekan. Hozir kirka hisob olsam. Ozgina toshga urib olaman. Sizlar uchun zerikarli bo'lishi mumkin. To'g'ri, ozgina chalkashib ketyapman. Toshdan qazib olganimdan so'ng videoni yoqaman. Shart emas, shuni o'zi video yoqilib, o'chirilib shart emas. Hech narsa qilmayman. Sen tosh yoqmayapsan. Vallahi iltimos, ozgina padishka qo'ringlar. O'zbekistonda padishka qizlar uchun emasga. Bizga obuna bo'linglar. Obuna bo'lib, like bosib videoga. Keyingi 1000 kun bularda hozir 10 kuncha yashab qo'ysak, zo'r bo'ladi. Keyingi videoda o'sha F5 odam qidirishga o'rgatib ko'raman. Keyingi videoda ancha modlar qo'shaman. Bu prostodagi modsiz dunyo bo'lgani uchun ancha zerikarli bo'ladi. Masalan, qanaqa modlar qo'shishimni shu kommentga yozib qoldirsalar ancha yaxshi bo'lardi. Masalan, o'zim men haligi Night Vision mod qo'shmoqchiman, ya'ni o'sha qorong'i joylarni ham yorug' qilib qo'yadi.
2 daqiqa yetadi. Keyin yana nima qo'shsam bo'ladi? Biz modlar qo'shaman taqana hozir. Obunachilar iltimos kanalga obuna bo'linglar. Xudo xolasa ko'proq obunachi bo'lsam 10 dona obunachi qilaylik. Maktab boshlaguncha. Endi hozir 21-avgust kuni olinyapti bu video 21-avgust kuni olinyapti. 2-sentyabrgacha 10 dona obunachi qilaylik. Keyin men Telegram kanal ochaman. Keyin unga o'tsalaring skinlar, modlar va shunga o'xshash narsalar qo'yaman. O'zingizga yoqqanini tanlab olib bemalol ishlasangiz bo'ladi. Endi biz nima qilamiz? Galimni o'ldiramiz. Biz qanaqadir modlar qo'shaman, shu bilan mumkinda tugatishimiz kerak. Endi o'ldiramiz. Vizer vardi endi o'ldirishga harakat qilamiz. Ozgina to'g'ri. G'orlarga tushib, anchani saqlashga harakat qilamiz, ular. Mana bu g'orga tushish kerak. Ozgina qatyapti, obunachilar uzr so'rayman ozgina qatishlari uchun. O'rtalarchi boshlarda temirlar bo'lsa olardim. Ana zombilar bor ekan. O'yinni boshini o'lib ketish niyatim yo'q meni. Shuning uchun bormay qo'yaveramiz. Yana chopdi yana. Uy quramiz. Endi to'xtanglar. Endi bitta yaxshiroq joy topish kerak uy qurish uchun. Chunki yomon joyga qurib qo'ysak, ancha bizga xalaqit qiladi va o'sha uyning yoniga borish uchun ham xalaqit qiladi. Ba'zi bir narsalar bor. Shuning uchun bitta yaxshi joy topsak, ana kech tushyapti. Bu ikkinchi kun, adashmasam. Mashiga qursam, to'xtanglar, bir uyga kirib qulab olsam. Qishloqqa qaraylar. Kallasi o'zidan ketdi. Mana arada o'yna. Bo'ldi. Endi hozir uy qurishga o'tiramiz. Men ancha daraxt chopishim kerak uy qurish uchun. Shuning uchun 1-2 obunachilar ancha narsa shu tomonlarga borib ancha daraxt chopib keldim. 2 marta boltam sinib ketdi. 3 stak daraxt chopdim, keyin loy olib mana bu yerga kompishani harakat. O'zini jo'qotdi. Shin savay.
Mabodo shu men o'zim ming kun zerikib qolishim mumkin. Agar iloji bo'lsa bir dona sherik bo'lgan yaxshi. Yo'q demasdim. Shuning uchun agar kimdir men bilan o'ynamoqchi bo'lsa, kommentga yozsin. Xullas o'zim u bilan birga tanishib, xullas odamda qancha bo'lishining farqi yo'q, 5 kishigacha. Endi birga akkaunt ochib, o'ynab, ozgina xullas birgalikda survival qilardik. Va agar uni ham kanal bo'lganda birga yuritardik. Xullas endi uy qurish boshlaymiz. Bularni hammasini taxtaga aylantirib olsak, endi obunachilar kanalga obuna bo'lamiz va videoga like bosib qo'yamiz, kommentariyaga nimadir deb yozamiz. Video ancha cho'zilib ketdi deb o'ylayman, adashmasam. Keyingi videoda iloji bo'lsa uy quramiz va bu joyda ancha katta ancha tekislagan holda bitta uy quramiz yoki imperiya. Agar mabodo endi bu videoga hamma xullas 10 ta like qilsin, keyingi qismini chiqaraman. Ming kun survivalni davom ettiramiz sizlar bilan. Kun 3 kun qilib qo'ya qolay. Ozgina misol qo'ysam. İşte böyle 2, 4, 6 bulsak B'den bitti. Para 4 blok 2, 3, 4 B'den bitti 3 4 bo'ladi. B'ga ne qilamiz? 4 2 3 4 2 3 4 adash qo'yardim. Adash qo'yardim. Xullas hozir ketib bo'ladi tugaklaydi. Kiramiz va xullas obunachilar sizlar bilan Vomer bo'ldi. Kanalga obuna bo'lamiz va videoga like bosishni unutmaymiz. Mabodo bir dona sizlar men bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lib, men kommentimga yozsalaring. Keyingi videoni 10 ta likedan keyin ikkinchi qism chiqadi va menga sherik kerak. O'g'il bo'lami, qiz bo'lami farqi yo'q. Bir yoshini umuman farqi yo'q. Mabodo o'ynagilar kelsa, men bilan o'ynanglar. Xullas katta uy quramiz. Ancha narsa qilamiz. 1000 kun survival qilamiz birga. Sizlar bilan Vomer gaming bo'ldi. Hammaga xayr. Kanalga obuna bo'lamiz.